Üçlük motor Captiva avtomobili 2014-yılda ishlab chiqarilgan. Egalardan kelib turibdi mashinamiz. Kraskalar 100% toza, o'zlari uchun bir qator ustalar ko'rsatib ishlatib xarid qilaverasizlar. 65likdan 2 dona metan gazli uстановка qilingan. 232 ming probeg. Yumshoq balonlar qo'yilgan 4 dona. Eshiklari shumcha bo'lgan. Rezinka poliklari to'shalgan ishlarana, koja salon, video registrator, hammasi bor mashinamiz do'stlar. Salonları 2014-yıl. Dostlar 65'likdə 2 dana metan gazlı uстановка qilingan mashinamiz arkasına passavkalarını ham qo'yib, sırayla taxlab qo'ydilar. Kraskalari toza. Üçlük motor bo'ladi mashinamiz. Dostlar. Motor tarafları 135 milyon so'm bahası. Üstünden naqd pul bilan kelsa yana geçtirib bersak bo'ladi. Soda qilib olarasiz. Avto kredit oladigan bo'lsangiz, sizga kredit grafiklarni ham hisoblab chiqarib beramiz. Barterlashishimiz, barter mashinalarimiz bo'lsa, kezidan ustidan pulni kelsak, barter ham qilamiz do'stlar. Kelib xarid qilaverasiz qiziquvchilar bo'lsa. Ellari esiddi qilingan mashinamizni 2014-yil Captiva avtomobili do'stlar.